Assalomu alaykum. Hurmatli Onajohon muxlislar, aziz yurtdoshlar, barchaga yangi tong xayrli bo'lsin deymiz. Tong avvalida bizni uzoq yaqindan tomosha qilayotgan umr azizlarimiz, bugungi boshlangan kun hammamiz uchun yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin. Omonmisiz, bormisiz? Qadrli yurtdoshlar, kayfiyatlar yaxshimi? Juda ham zo'r bo'lsin, kayfiyat yuqori darajada bo'lsin. Uyg'onmaganlar bo'lsa uyg'otib qo'yinglar. Maktab vaqtiga yaqinlashib qolmoqda. Qadrli Onajohon muxlislari, siz jonli efir soatlarida Salom Qorasi musiqiy dam olish dasturini tomosha qilmoqdasiz. Biz yana suhbatdoshlarni studiyamizga taklif etganmiz va ularning kayfiyatini ham qo'shiqlar orqali ko'tardik va aynan qarsaklarni chalib bizga hamroh bo'lib turishdi va ularni tanishtirib o'tishga ijozat berasiz. Demak, navbatdagi suhbatdoshlarimiz Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazi fanlarni rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi Zulfiya Sultonova hamda viloyat pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi Barno Jumanyozovalar bugun studiyamiz mehmoni bo'lishadi. Xush kelibsizlar deymiz. Xalqaro hamkorliklar haqida bugungi kundagi aynan mahorat markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida suhbatlashamiz sizlar bilan. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Doimo shunday bo'lsin deymiz. Va albatta o'sha bugungi kunda ustozlarga, o'qituvchilarga, pedagoglarga aynan ularning malakasini oshirish, ularni mahoratini yanada mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Bu borada xalqaro hamkorliklar ham yo'lga qo'yilgan. Shular haqida dastlab fikrimizni boshlasak, ana undan keyin markaz faoliyatiga ham to'xtalamiz. Aynan Malayziya sayohat haqida gapirib o'tsangizlar. Dastavval Zulfiya opa, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Kuni bo'yi yaxshi kayfiyat hammamizni hamrohimiz bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yurtdoshlarimizga ham yaxshi kayfiyat kuni bo'ldi. Hamroh bo'lsin. Bugungi kunda albatta pedagoglarni malakasini oshirish va o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish juda muhim. Shu maqsadda 10-17 noyabr kunlari 2025-yilda Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi o'qituvchilari va Xorazm viloyati umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan tashkil topgan delegatsiya Malayziya davlatiga Kuala Lumpur shahriga malaka oshirishga jo'natildi va u yerda Kuala Lumpur shahrining nufuzli universitet huzurida malakali mutaxassislar tomonidan mashg'ulotlar olib borildi. Bu mashg'ulotlar innovatsion ta'lim metodlari bo'yicha olib borilib, u yerda yangi innovatsion metodlarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'qituvchi professionalligi, ta'limda yetakchilik masalalari o'rganib chiqildi. Va eng muhimi, bu olingan bilimlar, tajribalar yurtimizga qaytib kelgach, seminarlar, master-klasslar va treninglar orqali boshqa o'qituvchilar bilan bo'lishilib, malaka almashuvi bo'lib o'tdi. Ha, malaka almashuvi bo'lib o'tdi va bu bu esa o'z o'rinda juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki hozirgi kunda bunday o'qituvchilarga bo'lgan talab ham yuqori. Juda yuqori hozir, shuning uchun hali bunday nimalar davom etmoqda. Yana boshqa davlatlarga ham jo'natish nimalari bor, loyihalari bor va bunday malaka oshirish, tajriba almashish juda ham hozir muhim ahamiyatga rol o'ynaydi ham. Aynan hozir yuqorida aytib o'tganingiz Malayziyaga safar va undagi ko'zlangan maqsad bu albatta yurtimizdagi pedagoglarni ham mahoratini yanada shakllantirib, ularga qaysidir ma'noda turtki beradi, qaysidir ma'noda ilhomlanish manbai sifatida qaraladi va albatta ish faoliyatini yurtimizga kelib davom ettirgandan keyin yana ham o'zgarish, chunki ta'lim jarayoniga qaysidir bir yangilik qo'shishim kerak yoki bo'lmasam qandaydir bir innovatsiyani olib kirishim kerakki, mana shu ta'limni o'zgacha yondashuvga o'quvchilarga tezroq yetib boradigan uslubga olib kelishim kerak degan tushuncha paydo bo'ladi, to'g'ri emasmi? To'g'ri. Bu albatta mana shunday ajoyib o'qituvchilarga bo'layotgan e'tibor, imkoniyat bu davlatimiz rahbarining shaxsan tashabbuslari bilan izga tushgan. Xususan davlatimiz rahbarining pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va shunga o'xshash bir qancha
qarorlari doirasida mana shu bizani pedagogik mahorat markazlarimizni, pedagogika sohasidagi oliy ta'lim tashkilotlari va mana shu viloyatimizdagi barcha tumanlarning o'z sohasida tajribali bo'lgan o'qituvchilarni chet davlatlarda malaka oshirishi tizimli yo'lga qo'yilyapti. Bu borada albatta maktabgacha va maktab ta'limi vazirining ham bir qancha tegishli buyruqlari, qolaversa maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bilan pedagogik mahorat markazining qo'shma buyruqlari ham rasmiylashtirilgan. Va albatta mana shu qaror va buyruqlar ijrosini ta'minlash maqsadida bir qancha nufuzli chet davlat, chet el tashkilotlari, ya'ni oliy ta'lim muassasalari, ta'lim markazlari bilan bizani markazimiz o'rtasida memorandumlar imzolangan va mana shu memorandumlarda shu o'qituvchilar bilan tajriba almashish, professor o'qituvchilarni malaka oshirishga, tajriba almashga xorijga yuborish, ulardan o'qituvchilarni bizni markazimizga jalb qilish mana shu memorandumlarda ko'rsatib o'tilgan va bu tizimli amalga oshirib kelinmoqda. Mana 2025-yilning oktyabr-noyabr oylarida hozir Zulfiya Rashidovna aytib o'tganlaridek Malayziya va Ozarbayjon davlatining Baku shahrida ham o'qituvchilarimiz va bizani pedagogik mahorat markazining xodimlari malaka oshirib, stajirovkada tajriba almashish imkoniyatlariga ega bo'lib qaytdilar. Shaxsan meni o'zim ham mana shu 2025-yil oktyabr oyida bir guruh viloyatimizni tajribali o'qituvchilaridan tashkil topgan guruhlar bilan Ozarbayjon davlatida bir haftalik tajriba almashish uchun Baku shahrida bo'lib qaytdik. Men aytyapman, buni aytayotganim mana shu hozirgi vaqtda yo'lga qo'yilgan hamkorlik ishlari, hamkorlik aloqalari, mana shu hamkorlik shartnomalari, memorandumlarni tuzilganligi ta'limni rivojiga juda ham katta hissa qo'shmoqda. Chunki ana shu Ozarbayjon davlatida bo'lganimizda o'qituvchilarimiz Ozarbayjonning nufuzli ta'lim tashkiloti, uzluksiz ta'lim tashkiloti bilan va mana shu hozir hamma o'qituvchilar uchun mana ta'limda ilgari surilayotgan STEM fani bo'yicha, robototexnika fani, inklyuziv ta'lim bo'yicha bizni o'qituvchilarimiz Ozarbayjonni yetakchi o'qituvchilari bilan o'zaro tajriba almashibga qaytdilar. Va bu bilan ham to'xtalib qolmasdan albatta xorijiy davlatlarga mana tashrif safar doirasida o'qituvchilarimizga ana shu xorijiy davlatlarning tarixiy joylarini tomosha qilish, madaniyat markazlarida bo'lish va do'stona aloqalar o'rnatish ham imkoniyatlari yaratildi. Demak, nafaqat tajriba almashish, balki o'sha davlatni madaniyati, demak, tarixi bilan ham yaqindan tanishdingizlar. Bu ham albatta qaysidir ma'noda pedagogni yanada ilhomlantiradigan jarayonlar. Biz hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Aynan ta'kidlab o'tganingizdek, aynan muhtaram prezidentimiz bekorga aynan ustoz pedagoglarni zamon qahramonlari deya e'tirof etishmaydi va ularga qaratilayotgan e'tirof aynan yangi O'zbekistonda qurilayotgan yangi yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun hamma sa'y-harakatlarni albatta negizida turibdi. Aynan ustozlar sifatida bugun o'sha pedagogik markazning ustozlari sifatida oldingizga qo'ygan maqsadlar qanday? Endi ustoz sifatida albatta bizni oldimizga qo'ygan maqsad mana shu viloyatimizdagi o'qituvchilarni yanada tajribasini oshirish, yanada xalqaro tajribalarni, o'zimizda qilinayotgan ta'lim islohotlarini ularga yetkazish orqali albatta ular bizni o'qituvchilardan olgan bilimlarini o'zlari ishlayotgan ta'lim muassasalarida o'quvchilarga yetkazadi. Bu albatta bizni yoshlarimizni yanada bilimli, yanada mana shu o'zlari tanlayotgan sohalarida bir yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida bu zamin bo'ladi. Chunki mana malaka oshirishda xorijda bo'lib qaytgan o'qituvchilarimiz safarlaridan keyin bu xorijdagi o'rganib kelgan tajribalarini bu yerda davom qildirishyapti. Mana o'zi kabi
chunki barcha viloyatni barcha o'qituvchilarni hali borish imkoniyati bo'lmadi. Sanoqli tajribali o'qituvchilar borganligi uchun bular qaytganidan keyin shu bizning pedagogik mahorat markazimizda ular uchun seminarlar tashkil qilindi va viloyatning barcha tumanlaridan yana o'qituvchilar tizimli ravishda jalb qilinib bu ishlar davom qilyapti. Ya'ni to'xtab qolmayapti o'qituvchilarimiz. O'rgangan tajribasini o'qituvchilarga ham yetkazib, ular orqali o'quvchilarga Bu juda yaxshi. bilim berishi. O'quvchilarni tarbiyalashga bu imkon beryapti-da bizni o'qituvchilarga shunday. Aynan Chet elga malaka markazda oshirib kelib yaratilgan imkoniyatlar ham bunga to'laqonli javob beradi desak biz hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki ustozlarga ustozlik qilish uchun aynan maktabdagidanda yuqoriroq imkoniyatlar yaratilgan bo'lishi kerak. Albatta. Hozirgi kunda markazimiz salohiyati ham ancha yuqori. Professor o'qituvchilar, dotsent ilmiy darajali, professor ilmiy darajali o'qituvchilar mana shu viloyatimizning o'qituvchilariga ta'lim bermoqda. Bundan tashqari ta'lim jarayonini zamonaviy tashkil qilish uchun ancha sharoitlar yaratilgan. Mana IT sohasida xonalarimiz mavjud. Barcha sohani mana shu zamonaviy talablar doirasida markazimizda jihozlangan xonalarimiz har bir fan, har bir sohani o'zini. Masalan, UNICEF hamkorligida ham xonalarimiz jihozlangan. Bunga maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlayotgan pedagoglar, tarbiyachilar kelib, ana shunday zamonaviy xonalarda, jihozlangan xonalarda o'qib malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Axborot resurs markazlarimiz, sport zallarimiz, bundan tashqari katta mana faollar zalimiz, IT sohasidagi xonalarimiz, kompyuter xonalarimiz, deyarli barcha xonalarimiz kerakli bo'lgan zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan va albatta o'qituvchilarni o'qitish uchun o'qitayotgan mana shu o'zimizdagi o'qituvchilarimiz ham tajribaga ega bo'lgan, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan tarkibdan tashkil topgan. Juda yaxshi. Rahmat, salomat bo'ling. Tashrif uchun xursandmiz. Sizlar bilan bugun bo'lib o'tgan mazmunli suhbat uchun ham alohida minnatdorchiligimizni aytamiz. Kasbiy faoliyatlaringizda omad tilab qolamiz va biz dasturimizni yana davom ettiramiz.